Yeriling ottavam yeriling. 10 ming Uyg'ur qo'yningizga kirib olsin. Abduri Gulshan Abduqodir. Sahar. Oxirgi umrigacha garchi G'uljida yashagan bo'lsa-mu, ammo manig'icham pishka degandek ot shivisidagi so'zlarini unutib qolmagan anam rahmatlikning bizga aytib bergan, shundaqla balalik chaqlarimda meni ko'p o'ylantirgan, yoshurun engimga singib ketgan bir hikoya bor edi. U bo'lsa-mu, yerling tashim hikoyasi edi. Anam o hikoyani shundaq boshlaydi. Dunyoda bir dardman musafir ona bor ekan. U ana dard alamlarini anglatish uchun bormagan yer qolmabdi. Kaz-kalallardan tortib, tun nisbida osmonda parlagan yulduzlarga qadar dard alamlarini so'zlab beribdi va hech kimni ta'sirlantira olmabdi. Bir kuni tun nisbida ana bir tog' bag'riga yetib kelib, bu yerda turgan yo'g'on qo'ram toshqa yig'lab turib, dardlarini to'kibdi. Va qo'ram toshqa qarab turib, yerling tashim, yerling, qo'yningizga kirib olay deb xitob qildi. Ananing aytgan dard alamlaridan ta'sirlangan yo'g'on qo'ram tosh nihoyat dahshatli ovoz chiqarib, chokkida yerilibdi va dardman anani o'z qo'yniga ilib olibdi. Shuningdan buyon dardman ana qo'ram toshning qo'ynida xotirjam yashashga boshlabdi. Qo'ram tosh yerilib, dardman anani o'z qo'yniga elishi bilan dunyoda dardman onalar tugabdi. Şuna tağ bağırdaki her qo'ram toshning ichida bir ona mehri bor ekan deb so'zlaydi anam. Hamda onaning qo'ram toshga dard anglatgan, qo'ram toshning dardman onaning dardlaridan ta'sirlanib, yerilish holatlarini qo'l, chiroy, harakatlari bilan nihoyat yaxshi tasvirlab beradi. Tünügün, yani 2023 yılı 1 fevral günü anam aytib bergen bir qo'ram toshning yerilib, dardman anani o'z qo'yniga ilib olganligidek bir hikoyaning Kanadaning poytaxti Ottawa parlamentida yuz berganligidek reallikka shohid bo'ldim. Kanada parlamentidan iborat bu qo'ram tosh tünügün dunyoning har yerlarida dard alamlarini anglitolmay sarson, sarkardan bo'lib yurayotgan Uyg'urlar uchun yerilgan va 10 ming Uyg'urni Kanadaga elib kelish uchun Kanada parlamentining 100% ovoz berishi bilan 10 ming Uyg'urni Kanadaga elib kelish qonunini ma'qullagan edi. Dunyodagi eng kuchli sanoatlashgan 7 davlatning biri bo'lgan Kanadaning bosh ministri Justin Trudeau bu qonunning ma'qullanishiga ovoz bergan hamda bu Uyg'urlar uchun Kanada qildigan ishlarning boshlanishi dedi. Kanada bosh ministri Justin Trudeau Uyg'urlarning umid chirig'i, yerling tashim hikoyasining reallikda amalga oshishiga kuch chiqargan Samir Zubayr, Kanada ko'chmanlar ministri, Kanada moliya ministri va boshqa nurg'unlagan parlament a'zolari va Kanada yuqori darajalik amaldorlari Dunyo Uyg'ur qurultiyining mas'ullaridan Dolqun Aysa, Ömer Qanat, Mehmet To'xti qatorliqlar bilan qizg'in suhbatlar o'tkazdi, rasmlarga tushdi. Demak, Kanada Xitoyga Uyg'ur xalqining bir yerling teshi bor ekanligidan iborat signalni bermoqda edi. Bu munosabat bilan 10 ming Uyg'urning Kanadaga kelish yo'lini ochgan bu reallikdagi yerling tashim projektining bosh planlovchisi Mehmet To'xti apandini qizg'in tabriklayman. Xitoydan emas, balki o'zi so'ygan, o'zi xalab bu millatning chaqir bo'lish yo'lini tanlagan Uyg'urlardan kelgan har xil til haqorat, to'kmat va dashnamlarga bardoshlik berib, Uyg'urlar uchun bir yangi tarixiy izna qoldirgan Mehmet To'xti apandining jasorati va bu jarayonda singdirgan ajriga barakallah aytaman. Allah har vaqt hech qandaq umid qolmadi, endi tugishadigan bo'ldik degan bir halqiliq minut sekundlarda ana shundaq yerilib berdigan toshlarni paydo qiladigan yaratquchidir. Kanada parlamentida chiqarilgan 10 ming Uyg'urni Kanadaga elib kelish qonuni mana shundaq chaqnagan umid nurlarining biri. Bir bambuk ko'chitiga har kuni suv quyib, bu harakatni 5 yil davomlashtirsangizmi, ammo bambukning yer yuziga unib chiqmaganligini ko'rsiz.
Agar siz bu ishdan umidsizlanib, bambuk ko'chatiga suv quyishdan umidingizni uzsangiz, siz dunyodagi eng kuchli bambuk darxiga erisholmaysiz. Suv quyish davom qilib 5 yildan keyingi bir kuni bambuk notasining yer qatlamlarini teshib, yer yuziga chiqqanligini ko'rsiz. Undaqda bu 5 yilga so'zilgan uzun marafoncha suv quyish parvishi jarayoni bambuk nima ish qiladi? Bu jarayonda bambuk o'z ichiga qurilmasini mustahkamlaydi. Bu 5 yil jarayonida bambukning yer alamlaridagi yiltizi taraqqiy qilib, kengayib, dal bir futbol maydoni cho'ngliqidagi joyni egilganda, ondan yer yuziga chiqishga boshlaydi. Yana kelib, dunyodagi po'latdimi kuchlik bir material. Esillik va sifat jihati tangdishi yo'q bambuk kiyim-kechak ham ashyosi bo'lib namoyon bo'ladi. Uyg'urlar uchun Kanada hukumatining yerling tashin bo'lib berishi Uyg'ur masalasining hal bo'lishidagi umid nurining parlashi, bambukning yer yuziga bix urishining boshlanishi. Uyg'ur xalqimga bu qonunning xayrlik bir qonun, yo'llarning ichilishiga sabab bo'lgan bir qonun, Xitoy zulmining to'xtashiga vasila bo'ladigan bir qonun bo'lib qoladiganligiga ishonaman. Xitoy yozuvchisi Loshinning aslida dunyoda yo'l yo'q edi, yo'l mangan siri paydo bo'lgan degan bir so'zi bor. Uyg'urlar uchun yo'l mengayotganlar, yo'l paydo qilayotganlar aman bo'lsin.